Assalomu alaykum. Media olamidagi haftalik eng muhim xabarlarni siz bilan tahlil qilamiz. Hech bir harakatingiz bilan butun hayotingiz o'zgarib ketishini tasavvur qilganmisiz? Sankt-Peterburgda derazadan tushib ketgan bolaning hayotini qutqarib qolgan Xayrullo Ibodullayevning birgina harakati uning hayotini 180 gradus emas, o'zi aytganidek 360 yo 380 gradusga o'zgartirib yubordi. Unga bu qahramonligi uchun Tigran Keosyan nomidagi mukofot 1 million rubl pul berildi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham uni jasorat medali bilan taqdirladi. Ma'lumot uchun jasorat medalini ta'sis etish to'g'risidagi qonunga ko'ra ushbu mukofotni olganlar bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdoridagi bir marta pul mukofotiga ham ega bo'ladilar. Shuningdek, Xayrullo Ibodullayev Sankt-Peterburg merining shaxsan o'zidan qimmatbaho sovg'alar, Armaniston diaspora tomonidan 200 ming rubl mukofotlari, O'zbekistonga qulay vaqtda parvoz qilish uchun sertifikat topshirildi. Bundan tashqari rossiyalik deputat Nikolay Novichkov unga soddalashtirilgan tarzda Rossiya fuqaroligi berishni ham taklif qilgan. Intervyularda Xayrullo Ibodullayev bu pullarni kasal otasini davolatishga, ota-onasini umraga yuborishga va mashina olishga sarflashini aytib o'tgan. Haftaning yana bir muhim yangiliklaridan biri Prezident Shavkat Mirziyoyev Ko'ksaroy qarorgohida yoshlar bilan uchrashdi. Yig'ilishda qator yangi loyihalar, imkoniyatlar taqdim etildi. Prezident endi haftaning har payshanba kuni yoshlar bilan muloqot kuni bo'ladi. Ya'ni rahbarlar, vazirlar, hokimlar endi yoshlar bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rganadi. Joriy yildan boshlab kelajak tadbirkori dasturi ishga tushiriladi va yosh tadbirkorlarga 7 yil muddatga 15% kredit beriladi. Endi o'quv markazlari uyushmasi ham tashkil qilinadi. Mening birinchi kasbim dasturi orqali oliygoh bitiruvchilariga stajirovka uchun oyiga 2 million so'mgacha stipendiya to'lanadi. Texnikum o'quvchilari uchun Work and Travel dasturi orqali xorijda ishlash imkoniyati yaratiladi. Yoshlar ishlari agentligi qoshida volontyorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi ochilib, unga har yili byudjetdan 62 milliard so'm ajratiladi. Yosh oilalar uchun uy-joy ipoteka kredit stavkasining 14% dan oshgan qismi davlat byudjetidan qoplab beriladi. Ikkinchi imkon loyihasi orqali jazoni o'tab bo'lgan yoshlar IT kasblarga va xorijiy tillarga bepul o'qitiladi. Shunday imkoniyatlar fonida o'z lavozim vakolatlarini suiiste'mol qilayotganlar va e'tiborsiz qoldirayotganlar ham uchrab turadi. Farg'ona viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga 21 fevraldan boshlab Farg'ona shahar hududida joylashgan 2-sonli, 58-sonli va 61-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari tana haroratining ko'tarilishi, qorinda og'riq, holsizlik, ko'ngil aynishi, ich o'tishi kabi belgilar bilan murojaat qilgan. Aniqlanishicha, bemorlarda qorin sohasida og'riq, ich ketishi, haroratni ko'tarilishi, ko'ngil aynishi kabi sog'lig'ida salbiy holatlar kuzatilgan. Shifoxonada davolovchi vrachlar tomonidan bemorlar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, o'tkir diareya kasalligi, alimentar etiologiya tashxisi bilan diareya bo'limiga yotqizilgan. Davolanishdan so'ng bolalarning 22 nafariga uyga javob berilgan. Qolgan bolalarning ham holati barqarorligi aytildi. Lekin hali bu xabarni shov-shuvi bosilmasdan yana Farg'onadagi boshqa bog'chada bolani yuqori kuchlanishli tok urgan. Bolalar ombudsmani mas'ullarning sovuqqonligi oqibatida bolaning sog'lig'iga jiddiy zarar yetganini ma'lum qildi. Bosh prokuraturaga ko'ra holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Nafaqat rasmiylar, balki ota-onalarning e'tiborsizligi ham har xil oqibatlarga olib kelishi mumkin. Toshkentda pravasiz o'smir BMWda yo'l patrul xizmati xodimini urib yuborgan. Holat 25 fevral kuni soat 21:46 da xususiy maktabning 10-sinf o'quvchisi BMW M4 avtomashinasi haydovchilik guvohnomasisiz boshqarib Mirobod tumani Mirobod ko'chasi bo'ylab harakatlanib ketayotgan vaqtda yo'l patrul xizmati inspektorini urib yuborgan. Xodim tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Endi navbat qo'shni davlatlarga. Tasavvur qiling, siz rasmiy yig'ilishga norasmiy kiyinib keldingiz. Qirg'izistonda deputatlarga smart casual uslubida yig'ilishga kelish taklif qilindi. Qirg'izistonlik deputat Bastan Bakashev maktab formasi talablarini yumshatish bo'yicha taklif bildirayotganda o'z tashabbusini deputatlardan boshlash kerakligini ta'kidlagan. U klassik kostyum va galstuk talabi hamma joyda majburiy bo'lishi shart emasligini hamda zamonaviyroq, qulay kiyinish uslubiga o'tish kerakligini aytgan. Bekeshev xalqaro tadbirlarda protokol talab qilinishini tan olsa-da, boshqa mamlakat parlamentlarida deputatlar har doim klassik uslubda yurmasligini eslatgan. U shuningdek parlamentga kirayotgan odamning kiyimini xavfsizlik xodimlari tekshirishi to'g'ri emasligini ham aytgan. U ushbu nutqini so'zlar ekan katakli ko'ylak va milliy jilet holatida bo'lgan. Qirg'izistonda davlat to'ntarishi uyushtirmoqchi bo'lgan erkak 12 yilga qamaldi. Qirg'izistonda 2024-yilda hokimiyatni ag'darish maqsadida ommaviy tartibsizliklar tayyorlashda gumon qilinib hibsga olingan Kubal Adil mol-mulki musodara qilinib, 12 yil muddatga ozod
ozodlikdan mahrum etildi. U bilan birga yana 8 nafar shaxs 8 yildan 13 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan. Qozog'istonning Olmata shahridan migratsiya tartibini buzgan 40 nafar o'zbekistonlik chiqarib yuborildi. Ular maxsus reys avtobuslari orqali Qozog'iston-O'zbekiston davlat chegarasigacha barcha xavfsizlik talablariga rioya qilingan holda yetkazilgan. Biz shaharda chet ellik fuqarolarning migratsiya qonunchiligiga rioya qilishni va qonuniy yashash tartibini nazorat qilib boramiz. Tartibni buzgan fuqarolar qonunchilikka muvofiq mamlakat hududidan chiqariladi. Bizning vazifamiz huquqiy tartibni ta'minlash, shahar aholisi xavfsizligini himoya qilish va Qozog'istonda bo'lgan barcha shaxslarning qonunlariga bo'ysunishni ta'minlash, deydi Olmata migratsiya xizmati boshqarmasi boshlig'i Erkin Omontoyev. Siz 13 yoshingizda qilgan eng esda qolarli qaysi ishingizni eslaysiz? Shimoliy Koreya prezidenti Kim Chen Inning qizi 13 yoshida yadroviy kuchlar rahbari etib tayinlandi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbari Kim Chen In o'zining 13 yoshli qizi Kim Ju Eni yadroviy kuchlar rahbari etib tayinlangani aytildi. Razvedka manbalarida qiz raketa tizimlarining bosh direktori lavozimini egallagani, harbiy generallardan hisobot olayotgani va strategik qurollar bo'yicha topshiriqlar berayotganini da'vo qilgan. Shuningdek, Kim Chen In qizni yadro va raketa sinov maydonlariga olib borishda davom etayotgani va shu orqali harbiy nazoratni kuchaytirish maqsad qilingani qayd etilgan. Biroq hozircha bu ma'lumotlar rasmiy tasdiqlanmagan. Rossiya-Ukraina urushida kim mag'lub, kim g'olibligi hali ham muhokama qilinayotgan paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z ofisi va ofis binosi ostidagi bunkerini ommaga namoyish qildi. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirish boshlanganining 4 yilligi munosabati bilan prezident Vladimir Zelenskiy mojaroning ilk oylarini o'tkazgan Kiyevdagi Bankova ko'chasida joylashgan ofis binosi ostidagi bunkerni ko'rsatgan. Shuningdek, Zelenskiy Putin 3-jahon urushi boshlanganini ham ta'kidlamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya yetakchisi Vladimir Putin 3-jahon urushini allaqachon boshlaganini aytgan hamda u qancha hududni egallay olishi va uni qanday to'xtatish mumkinligi haqida ham so'z yuritgan. Rossiya dunyoga boshqa turmush tarzini majburlamoqchi va odamlar o'zi tanlagan hayotni o'zgartirmoqchi, degan Ukraina prezidenti. Amerika orzusida yurganlar oramizda har 5 tadan 3 ta bo'lsa kerak. Biroq 2025-yilda Amerikaga kirganlardan ko'ra chiqib ketgan fuqarolar ko'proq bo'ldi. 2025-yilda AQShda mamlakatdan ketganlar soni kirganlardan 150 ming kishiga ko'p bo'lgan. Qo'shma Shtatlarni faqat migrantlar emas, balki ko'plab amerikalik fuqarolar ham tark etgan. Buning sababi sifatida arzonroq va xavfsizroq hayot sharoitini izlash ko'rsatilgan. Oxirgi marta bunday manfiy migratsiya 1935-yilda qayd etilgan. Sizningcha Instagramda eng ko'p obunachiga ega prezident kim? Donald Trampmi? AQSh prezidenti Donald Trampning Instagramda 43,2 million obunachisi bor, lekin u eng ko'p obunachiga ega prezident emas. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Instagram ijtimoiy tarmog'ida 100 milliondan ortiq obunachiga ega bo'lgan birinchi dunyo yetakchisiga aylandi. U o'zining ijtimoiy tarmoq sahifasini 2014-yilda ochgan. Taqqoslash uchun Indoneziya prezidenti 15 million, Braziliya prezidenti 14,4 million hamda Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'onning 11,6 million obunachisi bor. Ogoh o'z shuning bilan o'tayotgan haftadagi muhim xabarlar tahlilini yakunlaydi. Sizningcha ushbu haftada eng muhim xabar qaysi bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring.